Ko'pchilik qancha pul kerak tradingni boshlash uchun degan savollarni juda ham ko'p so'raydi. Kimdir aytadi $100 yetadi, boshqasi esa kamida $10,000 deydi. Lekin bu savolga javob yo'q. Lekin men bugun sizga haqiqiy raqamlar bilan bu narsalarni tushuntirib o'taman. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Tradingda eng muhimi kapital emas, balki intizom va tizim hisoblanadi. Agar sizda 50 yoki $100 bo'lsa ham, bu boshlanish uchun yetarli. Chunki maqsad ko'paytirish emas, o'rganish. Boshlovchilar uchun eng xavfsiz variant demo hisob. Lekin haqiqiy hissiyotni his qilish uchun 50 yoki $200lik real hisob ochish foydali hisoblanadi. Eng muhimi 1% dan riskni oshirmasligimiz kerak. Agar siz $100 bilan 1% risk qilsangiz, har bitta trade'ga $1 yo'qotasiz yoki topasiz. Shu yo'l bilan siz psixologik jihatdan o'rganasiz, lekin bu narsani qilish juda ham qiyin. Katta pul kerak bo'ladigan payt siz tizimni sinovdan o'tkazayotganingizdan keyin 6 oy davomida $100 bilan 15% foyda ko'rsatgan bo'lsangiz, endi miqdorni oshirsangiz bo'ladi. Misol tariqasida qanaqa bo'ladi? Ko'p treyderlar $50 bilan boshlaydi, lekin bir kunda yo'qotadi. Chunki ular o'rganish emas, tez boyish niyatida kirishadi. Trading bu o'yin emas, bu strategiya, sabr va tahlillar bozoridir. Keling, misol orqali hisoblaymiz. Sizda $200 bor. Siz har oyda 5% o'sish qilasiz. 1 oyda $210, 3 oyda $231, 6 oyda esa $268 ga ko'tarilyapti. Ko'ryapsizmi? Bu tez boyish emas, tizimli o'sish hisoblanadi. Demak, tradingda boshlash uchun katta pul kerak emas. Sizga kerak bo'ladigani sabr, tizim va xavfni boshqarish. Kichik kapital bilan o'rganing, katta kapital bilan ishlang, shunda natija keladi. Bizani kuzatishda davom eting. Ciao.